Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz Xolida Isroilning Non nomliq nasri. Men nonga amroq. Achchiq demlangan choydan anda-sanda o'tlab qo'yib, mazzilik singishib pishgan oq nonning o'ttirisini guruchlatib chaynab yeyish men uchun olamcha huzur. Men yana issiq girdining qip-qizil yuzini so'yib yabilishni yaxshi ko'raman. Kichik vaqtlarimda girdining ulug'i amroq edim. Attiganlik choyda yumshoq yerini yeb, o'lini yonchug'imga selib olatdim. Tanafuslarda ushtib og'zimga selib, sho'rlari bilan qetib, kamput sho'rgandek sho'rab yeydim. Hayit bayramlarda uyimizga tuqqanlarimiz, oq ro'mol artgan oq chashliq ayollar kelib, yo'g'on to'nirga sangza, bo'g'irsoq tizadigan harbi chaqidek yo'g'on hamak nonlarni, sal kichikroq oq nonlarni, tomdan qatlama to'qashlarni yaqatdi. To'nirdan yengila so'yilgan nonlarni 2-3 dan dastilab, shamol o'tishadigan qilib tizib qo'yishadi. Uyning hammali yeri mazzilik non hidi bilan to'lgan shundoq kunlarda ota-onamning chiroyimi oq nondek ochiq, yiqimliq ko'rinadi. Non hidi menga hozirmi ashu oq chashliq analarni, ota-onamning yosh, ochiq chiroyini eslatadi. Yilda 1-2 qitim uyimizga otishdan beri qarabay tuqqanimiz keladi. Onu Ablis aka deydik. Ko'cha beshida onun eshak bilan kelayotganini ko'rsakla, yugurishib berib, onunga eslatdik. Kapsizraklarimiz bo'yin boshlarga chiqib mo'latdik. Toki u oppoq tishlarini chiqarib kulib, eshakka tortgan xurjunining og'zini ochmog'icha onunga aram bermaydik. U elib kelgan hamak non ushtilmay, rezinkidek so'zlib testi üzületdi. Ama ta'mi qaymoqdek mazzilik bo'lib, odamning yegancha yegisi keladi. Xurjunining yana bir ko'zida oq qo'naq unida yiqilgan, qarmoqqa shu chaqlarda onalarimiz kira yo'ydigan, so'pinga o'xshab ketadigan yumaloq zag'ri nonlar bor edi. Uning sirti qaramtul qizil, ichi yumshoq, oppoq bo'ladi. O'g'lib turadi. Ta'mi tatliq, süt buraydi. Onu qurt hacılığandek g'ajab, ta'mini tamshib yeydik. Cho'ng bo'lgancha bargan joylarimning ko'payishiga agishib, xilma-xil nonlarni ko'rdim. Xotanning yezlarida dehqonlarning seriq qo'naq uniga much, sho'xla, penni selib yoqqan, o'stanga tashlab qo'yib, oyog'idan suzib elib, yumshatgan nonlarni talishib yeydik. Ashu ta'm helimi og'zimda. Ürümchida o'ltiraqlashib qolgandan keyin kuchaning tavardek nepiz, yumshoq, qat-qat bijaq nonlari. Singib pishgan, sutga chilinishi bilan o'pkadek yumshab ketadigan turpan nonlari dasturxonimizdan uzilmaydigan bo'ldi. Her qitim Ürümchining buloq beshi Do'ngko'rik taraflariga o'tib qolsam, harvalarga dastilangan, so'liyoq xaltalarga qachlangan xilma-xil nonlarni zo'q bilan tomosha qilaman. Uni Uyg'urlarla emas, har millat kishilarining talishib elib ketayotganligiga qarab shodlanaman. Onun Beijing, Shanghai, Moskva, Istanbul, Olmatu, Toshkent, Beshkeklardami, dunyoning yana nurg'un joylaridami bozor tepayotganligini o'ylab suyunaman. Necha ming yillik qadimiy xarobalardan tepilgan nonlar nonning tarixining naqadar uzunligini isbotlab turibdi. Uzoq tarix davomidagi murakkab ijtimoiy o'zgarishlar, din, madaniyat o'zgarishlari va xilma-xil qismatlar nonning qimmatini, hayotiy kuchini yo'qotolmadi. O otalarimizning ajri, onalarimizning himmati bilan avloddan avlodga o'tib e'tiborlanib keldi. Mana
tarix yeni bir eraga kirib kelgan. Kishilarning moddiy talabi hassilab eshib, hamma narsaning qimmati qayta baholanayotgan mushu kunlarda non yana o'z qadri bilan e'tiborlanmoqda. Men madaniyat qarashi jihatdagi tor mahkamachilardan emasman. Ammo nonni dunyodagi eng esil yemaklik deb qarayman. Yevropaliklarning to'rt bo'lqilari yeyishlik, ammo nondek singishlik emas. O'rnan issiq chig'ida qo'rimi bilan yeyishga muvofiq. Bir chaqlarda qaysi bir jurnaldan Misrliklarning an'anaviy to'nirini ko'rgan edim. Ularning to'niri bizning to'nirga o'xshab qoladi ekan, ammo ular o'tni ichiga qalab, to'nir qizig'anda nonni sirtiga yiqib pishiradi ekan. O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning yer to'nirida pishirgan tava nonlarimi navoiylarimizning harorati tavlangan to'nir ichiga bosh tiqib, qiziq sho'r ustiga yaqqan nonlari oldida chinib qoladi. Bu mening qarog'ularcha maqtang'inim emas albatta. Örümchidagi maxsus chet elliklarni kutadigan eng oliy mehmonxonada uzoq yil ishlagan bir oshpaz ustam o'z og'zi bilan bir nechimizga mundaq bir voqeani so'zlab bergan. Yugoslaviyaning rais jumhuri marhum Tito 1970-yillarda Jungoga ziyorat kelganida Örümchidagi ashu mehmonxonada bir necha kun turibdi. Onu uzatish yuzasidan o'tkazilgan ziyofatda u ashu tomoqlarni atgan oshpaz bilan ko'rishish orzusi borligini aytibdi. Ustam chaqirtilibdi. Tito o'rnidan turib, uningga hurmat bildiribdi. Uning bilan ko'rish bo'lib, shera ustidagi to'nir kalbi, polo, cho'churdek tugilgan, ichidagi qiymis ko'rinib turadigan Peter Manta, permuda, titrab turadigan o'rqatlimisi, o'pka, yog'liq uchay qatorliqlarni birlab maqtabdi. Eng oxirida yuziga kunjut bilan siyodan sepilgan, singib pishgan oqnonni qo'liga elib, "Mana bu hammadan singishli, hammadan esil taom ekan" debdi. Non dasturxonning ko'rki, safarda hamroh. U quruq yeyishgimi, qo'rimi bilan yeyishgimi, choyga sutkichilab yeyishgimi, issiq, yumshoq chig'ida yeyishgimi, saqlab yeyishgimi aqlik. Azroq sut bilan moy aralashtirib yiqilgan to'qashni bir necha haftadan keyin choyga chilisingizmi, o'pida yumshoq, sizga huzur baxsh etadi. Non doim ko'z oldimizda tursa, uning qadriga yetmaymiz. Ammo uni bir necha kun ko'rmasakla, uningdan ayrilolmaydiganligimizni his qilamiz. Bir qitim xizmat bilan ishkirga berishimga to'g'ri keldi. Berib kelishimga faqat 10 kunlik ketgan bo'lsa-mu, nonni shunchalik seg'indimki, seg'inishimni bosolmay qoldim. Poyezdda nonning gepi bo'lib, bir safardishim mamlakatga donq chiqargan ayol heroin sodgirining ishkirida o'lim jazosi berilishdan ilgari turma boshqaruvchilarga "Qanchalik pul desanglar, shunchalik beray. Menga bir non elib kelib bersanglar" deb yelinganligini so'zlab berdi. Men bu gapga ishondim. Qanchalagan kishilarning hayotiga, baxtiga, ko'ngil aromiga zomin bo'lgan, qanchalagan azizlarni xoruzor qilgan bu qari ko'ngil ayolning hayotining oxirida bir burda nonga iltijo qilishi menga bir ilohiy qismatdek tuyuldi. Shundoq non ulug'. U ming qo'ldan o'tib, ming xil orzu armon va sof ter bilan yo'g'rilib pishgan. U saxta bo'yoqlardan, sun'iy ko'ptirilishlardan xoli. U chin va tabiiy, pok va halol. Shunga non mangu yo'qolmaydi.
Kunning taq kayniga o'tgandiki bu manzarni yaxshi ko'rgan bo'lishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Chunki ekranning oldiga o'tib olmadim, shuningda texim yaxshi manzarni to'liq yaxshi ko'rsin deb. Xalida apayning non nomli bu nasrni qancha qitimlab o'qiganimni bilmayman. Bir yerlarga borsam o'zim bilan birga elib olishim bor. Shunga bu qitim Gresiya kelgan vaqtimda ko'chirib elib olibdimankan, shuni o'qib berdim. Bizning yeshimizdagi, mening yeshimdagi 50 yoshlar atrofidagi 50 dan oshgan 60 ga ulashganlar balkim bizning onalarimiz bo'libmi non yaqqan vaqtidagi tapgan jafolarning hech qaysini tartmadik. Biz haqiqatan navaylar naiti yaxshi o'xshitib pishirib bergan nonlarni yeb ballarimizni baxtib desam bo'ladi. Shaxsan men to'nirlarni yiqib baxmagan. O'zim nonlarni pishirman, bek yaxshi ko'raman non pishirishni. Lekin shu vatandagi navaylarimiz yaqqan nonlar haqiqatan hozirgacha tamshib ketyapman. Mening opam rahmatlik nonig'imni beklam ustida. Hozir har bir o'ylasam yuraklarım ketishadi. Bo'ldi. Boshqa gapni qilmaylik. Asardan hozir olgan bo'lishinglarni, chiroyli manzaradan hozir olgan bo'lishinglarni chin dilimdan tilayman. Analarimiz, hayot analarimiz aman bo'lsin. Bizden vaqtsiz ayrılgan analarımızın o dünyalığı cennette nurlar içinde olsun. Maqalamıza. Aman bolun. Hayır hoş. Nazırdan yan biraz. Hazır ağayız.